Farg'onada bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Pulsiz bir kun, ikkinchi qism. Cho'ntagimda 5000 pul qoldi. Yana mashina artib ko'ray deb odamlardan so'rab chiqdim. Shu akani mashinasi chang bo'lib ketgan ekan, artib berdim va menga 20000 so'm berdi. Kassada 25000 pulim bor. Hayolimga 5000 so'mni sotish g'oyasi keldi. 2-3 ta odamdan so'radim, rozi bo'lmadi. Nimaga buni sotyapman? 21-31 raqami juda ham chiroyli-da. Chista yo'q hozir. Hammaniki Shakarov. Necha pul bera olasiz bunga? Mana ko'raychi, malika serial nomeri 5305. Qaning uchun Shakarobroq aka. Shakarobroq ekan. Mayli, 20 Almashtiravamiz? 10 mingga sotib olaveramiz. Do'stlar, sotildi. Yes. 5000 so'mni 10000 so'mga sotdim. Shokdaman. 30000 pulim bor. Endi esa mana bu kafega kirib ish so'rab ko'raman. Rozi bo'lishdi va qo'limga latta berib ishni boshlang deyishdi. Bir soat ishlaganim uchun qo'limga 20000 so'm tegdi. Ishdan chalg'ish uchun Farg'onani tepalikdan ko'rgim keldi. Charpalakka 15000 so'm to'ladim. Go'zal Farg'ona, ona yurtim. Tokiolarga alishmasman, Seullarga alishmasman, mening Farg'onam. A few moments later. To'xtab qoldi. To'xtab qoldi. To'xtab qoldi. Qolgan pulimni esa o'shunga sarfladim. Obuna bo'ling, qiziq oldinda.